Leksimizi davamlaştırıyoruz hürmetli vatandaşım. Mavzu mundaq. Cunguğa qattiq söz ibarlar bilan muomala qildi. Öndaş. Prezident Trump kelar haftadan boshlab tamojna bejini o'ttirg'i chiqarishga buyruq tushirdi. Mavzuli xabar 3-oyning 1-kuni Amerika ovozidan Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump 3-oyning 1-kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika kelar haftadan boshlab po'lat temir import qilingan alyumin mahsulotlarga tamojna baja qo'ydi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Amerika uzun muddatgacha bir mezgil import qilingan po'lat temir mahsulotlariga 25%dan tamojna baja qo'ydi. Import qilingan alyumin mahsulotlarga 10%dan baj qo'ydi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Bu xil tadbirlar kelar hafta ma'lum vaqtda imzo qo'yishga erishdi. Prezident Trump 3-oyning 1-kuni Twitterda fikr qoldirib mundaq ko'rsatdi. Bizning alyumin po'lat temir ishlab chiqarish sanoatimiz va boshqa sanoat tarmoqlarimiz bir necha 10 yildan beri dunyodagi har qaysi davlatlar bilan bo'lgan munosabatlar jihatda adolatsiz savdo va osal bir siyosatning vayron qilish, zarbisini yetgudak tatdi. Prezident Trump mundaq ko'rsatdi. Bizning davlatimiz, sanoat shirkatlarimiz, ishchi xizmatchilarimiz buningdan boshqalarning bizdan ayon, ya'ni foyda olishiga bundan keyin ruxsat qilinmaydi. Bizga keragi ahli adolat bilan savdo qilish va aql farosat bilan savdo qilishdir. Haftaning 4-kuni ya 1-kuni ochilgan yig'inda Prezident Trump yana mundaq ko'rsatdi. Shimoliy Amerika erkin savdo kelishimi Dunyo savdo tashkiloti Amerikaga ofat keltirdi. Prezident Trump qat'iy holda yana mundaq ko'rsatdi. Jungoning iqtisodiy jihatda bosh ko'tarishi Dunyo savdo tashkilotining darvozasi ochib etilgan kun bevosita tang darajaga bog'lanishdir. Jungo qachon bosh ko'tardi? Dunyo savdo tashkilotida qachon ochib etgan bo'lsang, shu kuni Jungo bosh ko'tardi. Amaliyot Dunyo savdo tashkilotiga Jungoni elib kirishning xato ekanligini Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo vakili Leitzer shunday ko'rsatdi. Prezident Trump po'lat temir va alyumin shirkatlarining yuqori darajalik amaldorlariga mundaq ko'rsatdi. Amerika izchil boshqa davlatlarning adil muomala qilishiga erisholmadi. Lekin men bu ishni boshqa davlatlardan ko'rmayman. Prezident Trump ko'p qatim Jungoning davlat rahbari Xi Jinpingni hurmat qiladiganligini bildirgan. Prezident Trump Jungoni ziyorat qilganda Xi Jinping mundaq degan. Men sendan ko'rmayman. Agar sen bir yil ichida bizning davlatimizdan 500 milliard dollarni elib ketadigan bo'lsang, men qandoqmi sendan ko'raman. Bu ishlarni kimdir birisi bu kelishimga qo'shilibdi. U kishilar o'zlari yo'l qo'yib yuz bergan mundaq ishlarni uyat yes qilish kerak. O'xshashda bir vaqtda Jungoning yuqori darajali iqtisod maslahatchisi Liu He Oqsaroyni ziyorat qilishni belgiladi. Hozir xabarimdan chiqdi-ku, biz boshqa xabarni bildik. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari Moliya ministrligining ministri Muhin, Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo vakili Leitzer va Oqsaroyning iqtisod maslahatchisi Cohen qatorliq yuqori darajali Amerika amaldorlari bilan ko'rishdi. Liu He apandi. İsmini oshkorlashni xohlamagan bir nafar Oqsaroyning amaldori Reuters muxbiriga mundaq ko'rsatdi. Ular Jungo bilan samimiy fikr almashtirishni umid qildi hamda amaliy masalalarga ahamiyat berdi.
Amerika Devlet Meclisi Kengeş Palatası maqulladı. Bu qatam ama Amerika Devlet Meclisi Kengeş Palatası maqulladı. Yeni mavzu, yeni haber kene. Bu qatam hamda Tayvanni qaytirib elish texama qiyinlashdi. Mavzular xabar 3 ayning 1-kuni Amerika Ovoz Xitoy programmasi e'lon qildi. Xabar mundaq ko'rsatdi. Amerika Tayvan münasebeti diplomatiya ve savdo münasebetlerini texmi yaqinlashtiradigan bir parça qonun loyiha Kengash palatasida ma'qullandi. Prezident Trump imzo qo'ygandan keyin kuchga ega bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Kengash palatasi haftaning 3-kuni 28-kuni yani 28-kuni Tayvan sayli sayohat qonunini ma'qulladi. Bu qonun loyihasini 1-oyda Avom palatasi ma'qullagan edi. Bu qonun loyihasining ma'qullanishidan g'azablangan Jungo Washington diplomatik noroziligini yetkazdi. Bayonotchi Hua Chunying bundan Jungo intayin norozi. Tayvan Jungoning bir qismi deydigan Jungo siyosatiga xiloflik qilinganlikdir. Tayvanning prezidenti Tsai Ing-wen haftaning 3-kuni kechada fikr qilib, qonun loyihasining ma'qullanishini madhiyalab, Amerika Davlat Majlisining uzundan biri Tayvanni qo'llaganligining alomati deb ko'rsatdi. U yana Tayvan bilan Amerikaning hamkorlik munosabati endi Tinch okean rayoni tinchligi va muqimligining muhim davridir. Bayonotchi Hua Chunying Amerika Tayvan bilan bo'lgan munosabatni ehtiyotchanlik bilan bir taraf qilishi lozim deb ko'rsatdi.